Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Menimcha ovozim eshitilyapti. Xullas, sizlar ko'rib bilib turganingizdek, hozir men Lucky Blockdaman, ya'ni la'natlangan Lucky Block. Demak, o'yinni boshladik. Men mana shu Lucky Blockni sindirib tirik qolishim kerak. Tushunmadim. Bilmay kerak. Ha. To'xtalar. Tezroq qilay. Mana uni sindirsam nima bo'ladi? Bir-birini o'ldirib qo'yding-ku. Yo, u sening do'sting edi. Jigar, iltimos meni urma. O'ldirib yuboraman. Voy, o'ldim. Hech qisi yo'q. Baribir ham hozir paydo bo'laman shu yerda. Yonib kul bo'lib ketibsan-ku. Men buni hech qachon sindirmayman. Mana buni prosta yo'q qilib yuboramiz. O'ldi. Sindiramiz buni ular. Bundan nari. Birorta tuzukroq narsa ber. Oltin. Nima qilgani bu? Kayfiyat ketdi. Bo'pti, hozir oltindan aslahalar yasab olay. Birinchi o'rinda kirka, ikkinchi o'rinda qilich, shapka, oyoq kiyim tayyor. Hammasi tayyor. Versak chiqmasin. Yaxshi, demak. Hozir hammasini birma-bir sindiraman. Ibi uka uzra. Bir yerda tara. Qiziq narsa bo'lmayapti hozir. Men yerdan chiqib olishim kerak. Teskari kallali skelet. Hop. Bir sindirgim kelsa sindirib olaman. Vatto. Nima bu? Nima qo'yishyapti? Bet bob ketdi, hojim. Mana shular sindiraman, keyin ketaman bu yerdan. Ender Dragon kallasi menga nima kerak? Ender Dragon o'zini o'ldirib kallasini olaman. Yo'qol bu yerdan. Sindimi? O'qil baribir mana shunda. Menda boshqacha bo'lgan. Yo, daraxtdan kiyim. Daraxtdan qilingan kiyim zo'r. Ibi. Ana bu yerda bir narsa bor. Allanat. O'sha yergacha chiqib qolaman hozir. Optim. Vertakjon bizga yordamga keladi. Menda hozir 3 ta kalla. Qora skelet, negr skelet, ya'ni yashil kalla, zomb